O'zini holati qanaqa bo'lgan deysizlarmi? Mana hozir bitta yurib tekshirib ko'rsataman sizlarga. Mana yurdik. Hozir polniy ostanovka qilamiz. Mana chetroqda to'xtaymiz. Xavos to'xtat. Eli svetoforga to'xtadik, taxometrga e'tibor beringlar endi. Ko'rdinglarmi skachkani? Mana shunaqa holat. Biz buni programmirование yo'li bilan hal qilib beramiz. Redaktorimiz ST Pro 7 chip tuning har bitta mashinani o'zini programmasini считывать olib, tekshirib, agarda sizga qolgan qismi yoqadigan bo'lsa, aynan shu joylarini to'g'rilab redaktorimiz qilib beramiz. Individualni bitta har bitta mashinani o'ziga ishlab chiqamiz. Programmalarni sotib olmaymiz. Chip tuning redaktori orqali redaktorimiz bilan shug'ullanganimiz uchun biz sizni yurish, haydash reaksiyasiga qarab turib programmani nastroyka beramiz. Bu bo'yicha kurslarimiz ham borki, bemalol kurslarimizdan foydalanib ketsanglar bo'ladi, ilmingizni oshirib. Biz davom etamiz. Videoni mana shunaqa taxometr skachka buyurgan oshna og'aylarga yuborib qo'yasizlar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi, kelib ishlarni hal qilib ketsanglar bo'ladi. Salomat bo'linglar.